Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa doimgidek ushbu dasturimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Euro KAMAZ Euro 3 variantidan 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 50.000 km deyishyapti. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda 20 tonnagacha yuk oladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati. Narxi esa $39.000 aytilish narxi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz ham Euro KAMAZ Euro 4 variantidan. Ushbu texnikamiz ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 43.000 km, holati yaxshi. Motor korobkalar ham zo'r, metan gazlar qo'yilgan, balonlar ham deyarli yangi. Manzil Navoiy viloyati. Narxi esa $40.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda esa havo avtomashinasi sotiladi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda. Motor korobka hadovoylari, rami kuzovlari ham yaxshi, hujjatlari joyida. Ram oluvchilar uchun albatta narxini kelishtirib beriladi. Narxi $32.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir havo avtomashinamiz sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, motor korobkalar ham yaxshi, mashina ishga tayyor, hujjatlar ham joyida. Narxi $40.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, albatta videoga like tugmasini boshida davom eting. Biz ham albatta davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir havo avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor, hujjatlar ham joyida. Zavod suko gazlari ham bor deyishyapti. Narxi $34.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, texnika egalaridan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa Samas va Alman avtomashinamiz sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobka hadovoylar ham zo'r, rama kuzovlar ham yaxshi, mashinaning muammosi yo'q, ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida deyishmoqda. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa $30.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Demak, navbatda yana bir Samas va Alman avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, motor korobka zadniy moslari hali ochilmagan, zavod suko holatda deyishmoqda, hujjatlar ham joyida. Ishga tayyor holatda ishlab turgan texnika deyishmoqda. Manzil Namangan viloyati, narxi esa $30.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Navbatda esa yana bir Samas va Alman avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, balonlar 70% atrofida, mashina ishga tayyor holatda, mashinani kreditga olingan, krediti bor deyishyapti. Qo'ng'iroq qilsangiz batafsil tushuntirib beramiz, ma'lumot beramiz deyishmoqda. Narxi $15.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati. Navbatda esa vodovoz texnikamiz sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, texnik holat yaxshi, xarajat yo'q, suv nasos va rozetkalar ham bor deyishyapti. Narxini qulay qilib beramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin deyishyapti. Narxi kelishiladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Jizzax viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va texnika egalaridan texnikani batafsil va to'liq ma'lumotlarni o'z egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa Samasval Chakman avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan masofasi esa 145.000 km deyishyapti. Dizelli motor, zadniy mo'z, korobka radnoy holatda, hech qanday muammosi yo'q, ishlab turgan texnika, hujjatlari joyida. Narxi $55.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samasval Isuzu avtomashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazga ruxsatlari ham bor, mashina ishga tayyor, hech qanday xarajat yo'q, hujjatlar joyida, hamma joy radnoy holatda deyishmoqda. Manzil Samarqand viloyati, narxi esa $32.000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Bizda navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 6 ta balon yangi, probeg esa 343.000 km, holati yaxshi, hujjatlar joyida, ishga tayyor holatda. Narxi $45.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Isuzu ishqibozlar uchun navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, avtobusdan yig'ilgan variantidan, turbina motor, korobkalar ham yaxshi, tormoz va resorlari gruzovoyniki, balonlar ham yaxshi, silindr ikkitalik, qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $28.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa yana bir Samasval Isuzu avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy radnoy holatda deyishyapti. Holat yaxshi, yurgan masofasi 150.000 km, yangi chexol poliklar qilingan, metan gazlari ham bor. Narxi $55.000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan.
Isuzu chakalarimiz uchun navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, hujjatlari joyida, balonlar ham yangi. Ishga tayyor holatda, mashinaning hech qanday muammosi yo'q. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $23,000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Batafsil ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa Kamaz avtomashinamiz sotildi. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q, motor korobkalar ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Surxondaryo viloyati, narxi esa $21,000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Isuzu Vadovoz texnikamiz sotiladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, hujjatlar joyida, ishlab turgan texnika, motor korobkalari ham yaxshi, motor turbinalik, 4 ta metan gaz balonlari ham bor deyapti. 5 tonnaga yuk oladi, ishlashga tayyor holatda, narxi 350 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta qilayotgan mehnatimizni videoga like tugmasini bosish orqali baholab ketishni albatta unutmang.